Mana yengni andoza qilib chizib oldik. Mana qo'ltiq tagini to'g'risidan chizib oldik. Yuqori tarafini 4 taga bo'ladik. Mana chizib chiqdik. Buni qirqamiz hozir. Materialga tashab qirqib olamiz hozir. Mana qirqdik. Mana bu qo'ltiq tagidan dozani qo'ydik. Qirqqan 4 ta nimamizni mana arasini ochib qo'ydik. Ana bu yeri mana o'zimizni yengni oxiri edi. Ana shundan bu yog'iga 13 sm qo'shib olamiz. Ana shundan qo'yiladi mana. Arasi 2-3 sm ochiladi. Keyin mana shuni nimasidan chizib olamiz andozani. Mana ana bu arasidan nima bu yoqqa bo'ladi-da. Faqat mana ana bu uchlarga tegirib o'tishimiz kerak mana. Mana shunday qilib, mana bu uchi ozgina chiqib qolsa, buni qatlab tagini chizamiz. Ana bunday qilib qo'ltiqning tagini bizday qilib chizamiz. Ana endi buni qirqib olamiz. Mana bu uchini esa 12 sm qildik. Bitta tik shaqi bilan 13 ta chizib oldik. Qo'ltiqning tagidan pastga qarab chizib olamiz. Endi qirqib olamiz. Mana 2 sm qoldirib, mana o'sha qo'ltig'ning tagigacha chizib oldik o'rtasidan. Mana rezinchani 12 sm qilib qirqib oldik. Bu yeri esa 25 sm bo'ldi. Mana endi boshidan mahkamlab olamiz rezinchani. 2 sm bu yerdan qoldirdik. Ana. Mahkamlab oldik. Rezinchani oxirigacha tortamiz. Tortib tikib oldik. Ana endi bu yerga chin berish uchun mashinkaga tortib chin beramiz, keyin ko'ylakka tikamiz.